Muhabbet üç narsaning birikishidir. Qabul, badal, yetaklash. Nikahdan keyingi qabullik har ikki taraf bir-birining har tarafini, har xarakter mijozini, fikrini, arzusini, xiyolini, tushlarini, kechmishini va kelgusini o'zida, o'zligida nima bo'lsa, shuni qo'shib qabul qilish bilan bo'ladi. Badal bir az sizdan, bir az uningdan, yo'l qo'yish bilan, vaz kechish bilan, bir az qo'shish, bir az elish va bir az yangiliklar bilan biz bo'lish uchun, bir bo'lish uchun, ruhiga ruh, joniga jon bo'lish uchun tang tirishib, intilish bilan, iroda bilan bo'ladi. Yetaklash, ishonch bilan bir-birining qo'lini tutishgandan keyin sadoqat bilan jannatgacha bir-birini yetaklash bilan bo'ladi. Bir kun u, bir kun siz, bir kun yaxshilikqa, bir kun xolis nafli ibodatga, bir kun ilm ilishqa, bir kun o'zini, o'zligini yanglab turishqa, yangiliklarni ijod qilib, yangiliklarni yaratishqa, utuqlar qozonishqa. Bir kun hikmatga, bir kun himmatga, yana bir kun jannatdan bir uy, bir ko'chat va yoki bir bino qurishga. Allah yo'lida Allah uchun tang yig'lab, tang kulishga. Hadisi Rasulullohdan ulgu ilib, Qur'oni Karimni dastur qilishgan holda. Shundaq rizqingiz kengri bo'lsin. Himmatlik, barakatlik, hikmatlik bo'lsin. Rizqingizning pul va yegi mol dunyoda bo'lishi muhim emas. Muhim bo'lgani sizga ko'p narsalar qo'sha oladigan, bera oladigan, his qildira oladigan, erishtira oladigan birining yiningizda, qalbingizda, aqlingizda, hayotingizda bo'lishidir. Bir bo'lish uchun, biz bo'la olish uchun